Qaynona va kelin o'rtasida janjal ketayotgan bo'lsa, kelinni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga tiqib uni davolatish kerakmi? Shu masalada sizlarga hozir aytmoqchiman. Bizga psixbrigadaga chaqiruv tushyapti. Biz borsak, oilaviy janjal, qaynona va kelin o'rtasidagi kelishmovchilik. Bundan 3-4 kun oldin kelinni psixbrigada shifokori kelib, komission ko'rikka psixbolnitsaga olib borgan. U yerda ikkita shifokor komission ko'rikda kelinda o'tkir psixoz yo'qligini tasdiqlovchi qo'liga ma'lumotnoma berishgan. Kelin ota-onasining uyiga ketib qolgan. Keyin mayli shu ikkita farzandim uchun yashayman deb majburan yana kuyovning uyiga qaytib kelgan. Natijada qaynona kelin o'rtasida yana o'sha eski mojaroli, muammoli vaziyatlar avj olgan va kelin va qaynona o'rtasida yana janjallash boshlangan. Keyin kelinni urgan, ya'ni ayolini urgan. Natijada ayoli yana to'polon ko'targan, boshqa uyga, qo'shnining uyiga qochib o'tgan va u yerda o'tiribdi. Yana psixbrigadani chaqiryapti. Ayolim ruhiy kasal, uni jinnixonaga tiqib beringlar deb turibdi. Biz ayolni ko'ryapmiz, ayolda hech qanaqangi o'tkir psixoz holati yo'q. Va ayolni ruhiy kasalliklar shifoxonasiga olib ketishdan bosh tortyapmiz. Bunday vaziyatda nima qilish kerak? Agar qaynona va kelin o'rtasida janjalli vaziyatlar oilada juda ko'p takror bo'layotgan bo'lsa, qaynonani ham, kelinni ham, buning o'rtasida o'sha kuyovni ham davolash kerak. Qanday davolash kerak? Xususiy psixiatrda yoki xususiy psixonevrolog, xususiy psixoterapevtda davolatish kerak. Albatta psixbolnitsaga tiqish shart emas. Bu oilaviy konfliktlar fonida vujudga kelayotgan nevrotizatsiya yoki nevrotizatsiya fonida vujudga kelayotgan oilaviy konfliktlar. Nevroz davolasa bo'ladigan ruhiy muammolar toifasiga kiradi. Shuning uchun nevrozni davolash kerak, qaynonada ham nevrotizatsiyani yo'qotish kerak, kelinda ham, kuyovda ham. Shunda oila farovon bo'ladi. Faqat bir kishini davolatish kerak emas bu vaziyatda. Endi ko'pincha kelinni ham, qaynonani ham, kuyovni ham davolatish degan narsa umuman bularning hayolida bo'lmaydi va faqat ajrim. Xo'p, ajrim masalani qay tarzda yechib beradi? Ajrim va xotinni ikkita tomonga yo'naltirib yuboradi. Farzandlar o'rtada yo otasiz yo onasiz o'sishiga to'g'ri keladi. Noto'liq oila otani, onani ikkalasini birgalashib qiladigan tarbiyasi yetishmasligi natijasida farzandlar ba'zan, hammasi ham emas, ba'zan tarbiyaviy nuqson bilan voyaga yetadi. Yoki bo'lmasa doimiy oilaviy konflikt, xotin urushishi fonida ham katta bo'ladigan farzandlarda ham ularda nevrotizatsiya, ba'zan psixotizatsiya, tarbiyaviy nuqsonlar vujudga keladi. Shuning uchun maslahatimiz, kuyov to'ra, 1-2 so'm pulingizni ayamang. Xususiy psixonevrolog, xususiy psixoterapevt yoki xususiy psixiatrga boring, muammolaringizni ayting. Qaynonani ham, kelinni ham, o'zingizni ham yengil asabni tinchlantiruvchi dori-darmonlar bilan davo muolajalarini, psixoterapevtik davo muolajalarini o'tkazing va oilangizni tinch va farovonligiga erishing.